Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, mo'min musulmonlar. Bugun siz azizlar bilan istig'forning 40 ta xosiyatini o'rganamiz. Ya'ni bu 40 ta yaxshilik kimga, qachonki tilidan istig'for tushmaydigan bandalarga. Agar siz doimiy istig'for aytib yurgan bo'lsangiz, quyida sanab o'tadigan 40 ta yaxshilikka erishasiz. Keling, ushbu yaxshilik, ushbu xosiyatlarni, ushbu fazilatlarni birin-ketin sanab o'tamiz. Birinchisi, Allohga itoatgo'y banda istig'for aytadi. Demak, agar siz doimiy istig'for aytib yurgan bo'lsangiz, Alloh muborak qilsin. Siz Allohga itoatgo'y bandalar qatoriga kirarkansiz. Ikkinchisi, istig'for aytgan banda payg'ambarlar, solihlar yo'lidan yuradi. Alloh yana bir bor muborak qilsin. Siz ayni yurgan yo'lingiz payg'ambarlar va solihlar yo'li ekan. Demak, siz to'g'ri yo'ldan ketyapsiz. Uchinchisi, istig'for aytgan odam iymon halovatiga erishadi. Iymon halovatiga erishishdan ko'ra banda uchun kattaroq baxt bo'lmasa kerak. Iymon halovatiga erishgan bandaning ko'ziga boshqa har qanday narsa ikkinchi, uchinchi darajada turadi. Birinchi o'rinda iymon va ixlos bo'ladi. To'rtinchisi, istig'for bandani gunohlaridan poklaydi. Albatta, istig'for bu Alloh taolodan kechirim so'rab tavba qilish, ya'ni gunohlardan tavba qilish. Doimiy istig'for, astag'firulloh deb yurgan odam doimiy tavba qilib yurgan, gunohlarni kechirishini Alloh taolodan o'tinib so'rab yurgan odam hisoblanadi. Demak, istig'for bandani gunohlaridan poklaydi. Agar siz doimiy istig'for aytib yurgan bo'lsangiz, inshaalloh doimiy gunohlaringizdan poklanib turibsiz. 5-xosiyat. Istig'for aytgan odamning gunohlari savobli ishlarga almashtiriladi. Bu naqadar ulkan baxt. Demak, istig'for aytishning bizga naqadar foydasi shu ekanki, u gunohlarimizni savoblarga aylantirar ekan. Demak, biz doimiy istig'for aytib yuradigan bo'lsak, inshaalloh gunohlarimiz ham savoblarga aylanajak. 6-xosiyat. Istig'for aytgan odamga ne'matlar ko'paytirib beriladi. Doimiy istig'for aytib yursangiz, ne'matlaringiz avvalgiga nisbatan bir necha barobar ko'paytirilib beriladi. O'zi biz foydalanayotgan hayotimizdagi har bir narsa Alloh taoloning ne'matidir. Lekin biz istig'for bilan bu ne'matlarni yanada ziyoda qilish baxtiga erishar ekanmiz. 7-chisi, istig'for bandaning martabasini ko'taradi. Albatta, istig'for aytib yurgan inson avvalo Alloh taoloning oldida martabasi ko'tariladi. Agar qay bir insonning martabasi Alloh taoloning oldida yuqorimi, demak u insonning martabasi odamlarning, jamiki yerdagi ins va jinlarning, hattoki farishtalarning oldida ham martabasi yuqori bo'ladi. Agar siz istig'for aytib yurgan bo'lsangiz, mana shunday ulug' martabalarga erishar ekansiz. 8-chisi, baxt, saodat, tinchlik, xotirjamlik olib keladi. Ya'ni istig'for aytib yurgan odam har doim tinch, qalbi xotirjam bo'ladi. Agar qalbi xotirjam bo'ladigan bo'lsa, albatta u inson baxtli bo'ladi. Baxt bu boylik yoki mansabda emasligiga yana bir dalil. Agar boylik bo'la turib, mansab bo'la turib, qalb xotirjam bo'lmasa, u inson baxtli hisoblanmaydi. Qachon inson baxtli bo'ladi? Agar uning qalbi tinch va xotirjam bo'lsa. Agar biz istig'for aytib yuradigan bo'lsak, mana shunday baxtga erishar ekanmiz. 9-chisi, istig'for tufayli odamlar ham, jamiyat ham buzuqlikdan poklanadi. Qani endi har bir inson tilini har xil g'iybat, chaqimchilik, bo'xton, tuhmatlardan tiyib istig'for bilan mashg'ul qilsa. Agar inson tilini istig'for bilan mashg'ul qilar ekan, o'z-o'zidan ma'naviy gunohlar, til ofatlari chekinadi va bunday jamiyat buzuqlikdan poklanadi. 10-chisi, istig'for yomg'ir yog'ishiga sabab bo'ladi. Albatta, yomg'ir Alloh taolodan yuboriladigan rahmatdir.
Juda ko'p o'lkalarda qurg'oqchilik, qiyinchilikni ko'ramiz. Yomg'irga, suvga zor. Yomg'ir har bir o'lkaga fayz, baraka olib keladi. Qanchadan qancha ne'matlarning ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladi. Meva-chevalarning mo'l bo'lishiga, pishiqchilikka olib keladi. Demak, hattoki biz istig'for aytib yuradigan bo'lsak, mana shunday rahmat yomg'irlari bilan mukofotlanar ekanmiz. 11-si. Mol dunyoga baraka kiradi. Albatta, har kim agar doimiy tilini istig'for bilan band qilib yurgan bo'lsa, sizning mol dunyoyingizga baraka kiradi. Agarchi u son jihatdan kam bo'lsa-da. Gap sonda emas, gap barakada ekan. Shunday insonlar borki, mol dunyosi juda ham ko'p, ammo uning barakasi yo'q. Shunday insonlar borki, mol dunyosi oz, lekin u barakali. Mana shu oz mol dunyosi bilan qanchadan qancha barakalarga erishadi. Alloh taolo uning moliga baraka berganki, mana shu kamgina mol dunyosi bilan katta-katta ishlarni amalga oshiradi. Demak, istig'for aytish bilan insonning moliga ham baraka kirar ekan. 12-si. Istig'for aytgan inson farzand ne'mati bilan siylanadi. Bu har bir inson uchun naqadar ulkan ne'mat, naqadar ulkan baxt. Albatta, Alloh taolo istagan bandalariga farzand beradi, istagan bandalariga bermaydi. Lekin har kim farzand ne'mati bilan siylanishni xohlaydi. Agar siz farzand ne'mati bilan siylanmoqchimisiz, marhamat qilib istig'forni tilingizdan tushirmang. Chunki istig'for insonni farzand ne'mati bilan siylar ekan. 13-xosiyat. Dehqonchilik, chorvachilikdagi unumdorlik ham istig'for aytish bilan uzviy bog'liq. Demak, siz dehqonchilik qilayotgan bo'lsangiz, chorvachilik qilayotgan bo'lsangiz, umuman biron bir ishni boshlagan bo'lsangiz, istig'for bilan uning unumdorligini oshirar ekansiz. 14-xosiyat. Istig'for aytuvchi jahannamdan najot topadi. Albatta, istig'for aytgan inson doimiy gunohlardan poklanib tursa, inshaalloh jahannamdan najot topadi. Agar siz jahannamdan najot topmoqchi bo'lsangiz, istig'for ayting. 15-si istig'for bandaning jannatga kirishiga sabab bo'ladi. Jahannamdan najot topganingizdan so'ng albatta Alloh taolo siz azizlarga jannatni hadya qilajak. Demak, buning hammasi istig'forning sharofati bilan bo'lajak. Istig'for ayting, jahannamdan qutulasiz va istig'for ayting, jannatga erishasiz. 16-xosiyat. Istig'for Allohning rahmati tushishiga, banda holati ijobiy tomonga o'zgarishiga sabab bo'ladi. Yaxshiliklarni ko'paytiradi. 17-si. Istig'for tanani baquvvat, sog'lom qiladi, kasalliklarni aritadi. 18-si. Istig'for aytgan odamning hayoti farovon bo'ladi. 19-si. Istig'for bilan vatan tinch bo'ladi, el yurt taraqqiy topadi. 20-xosiyat. Istig'for inson ko'nglini xotirjam qiladi. 21-si. Boshga tushgan balolarni daf etadi. Istig'for boshingizga qandaydir balo tushgan bo'lsa, mana shuni ham hattoki daf qilar ekan. Albatta, bunday va'dalardan so'ng istig'for aytmaslik mumkinmi? Bunday yaxshiliklardan so'ng qanday qilib biz istig'for aytmasligimiz mumkin? 22-si. Bandani Allohga yaqinlashtiradi. 23-xosiyat. Istig'for aytgan odam Allohning marhamatiga sazovor bo'ladi. Allohning marhamatiga sazovor bo'lgandan keyin u bandaga hech narsa kerak emas. Allohning marhamati bilan hamma narsaga erishadi inshaalloh. Buning sababchisi esa istig'for bo'lar ekan. 24-si. Istig'for majlis kafforatidir. 25-si. Istig'for g'iybatga kafforat bo'ladi. 26-si. Shayton vasvasasini qaytaradi. 27-si. Alloh istig'for aytgan bandani yaxshi ko'radi. Agar u bandani Alloh yaxshi ko'rsa, farishtalar yaxshi ko'radi. Yer yuzidagi jamiki boshqa odamzod ham u bandani yaxshi ko'rar ekan. Bu muhabbatga qanday erishiladi? Albatta, istig'for aytish orqali ekan. 28-si.
istig'for aytish Allohni rozi qiladi. Insonga Allohni rozi qilishdan ko'ra kattaroq vazifa yo'q. Albatta eng oliy maqsad Allohni roziligiga erishishdir. Allohni roziligiga erishish bilan banda qolgan hamma yaxshiliklarga erishadi. Demak, siz istig'for aytish bilan Allohni rozi qilar ekansiz. Marhamat qilib istig'forni davomiy qiling. 29-si g'am tashvishlarni ketkazadi. 30-si xursandchilik olib keladi. Albatta har bir inson hayoti faqat va faqat xursandchilikda o'tishini istaydi. Marhamat qilib istig'forni ko'paytiring. 31-si yuzni nurli qiladi. 32-si rizq kelishini osonlashtiradi. Doimiy tilingiz istig'fordan tushmasin. Inshaalloh Alloh taolo sizni rizq bilan rizqlantiradi va uni kelishini osonlashtiradi va uni siz o'ylamagan joyingizdan olib keladi. Demak, istig'forni ko'paytiring. 33-si istig'for aytgan odamning duosi qabul bo'ladi. Mana bu ham eng ulug' va'dadir. Insonning duosining qabul bo'lishi o'sha banda uchun naqadar katta baxt, naqadar ulkan imkoniyatdir. 34-si Alloh istig'for aytguvchining og'irini yengil qiladi. 35-si ko'p istig'for aytgan odam qiyomat kuni nomai a'molini ko'rib xursand bo'ladi. Bu qiyomatdagi bizni xursand qiladigan eng oliy maqsad. Qiyomatda har kim qo'rqib turadi. Nomai a'molim o'ng tarafdan berilarmikin, chap tarafdan berilarmikin? Agar nomai a'molingiz o'ng tarafdan beriladigan bo'lsa, bu inson najot topibdi. Albatta u jannatiy bo'lajak. Mana shu fursat naqadar ulkan baxt, naqadar ulkan fursat hisoblanadi. Biz mana bu hayotda yashashimizdan asosiy maqsad nomai a'molimizni o'ng tarafdan olishimizdir. Demak, ko'p istig'for aytgan odam qiyomat kuni nomai a'molini ko'rib xursand bo'ladi. Demak, uning nomai a'moli o'ng tarafdan beriladi. Faqat shart shuki, ko'p istig'for ayting. 2 og'iz so'z astag'firulloh yoki astag'firulloh va atubu ilayh yoki astag'firullohal azim va atubu ilayh. Albatta men eslatib o'taman, kanalimda aynan mana shu Zikrulloh TV kanalida istig'forni yodlash videosini qo'yganman. Istig'forni go'zal tartibda sizlarga, siz azizlarga oson bo'lish uchun oson uslubni tanlab istig'forni yodlatganman. Mana shu istig'forni yodlab olsangiz ham kifoya qiladi. Davom etamiz. 36-xosiyat. Olamdan o'tib ketgan ota-onalar farzandlari aytgan istig'for tufayli jannatda yuqori martabaga ko'tariladi. Mana siz azizlarga ota-onani rozi qilish uchun yana bir imkoniyat. Yana bir uslub. Ba'zi insonlar ota-onasi o'tib ketgan bo'ladi. Qalbida qandaydir bir o'kinch bo'ladi. Ota-onamni rozi qila olmadimmikin? Ota-onamga yetarlicha yaxshilik qila olmadim deb o'ylaydi. Yo'q azizlar. Sizda hali imkoniyat bor ekan. Agar siz doimiy istig'for aytib yuradigan bo'lsangiz, inshaalloh o'tib ketgan ota-onalaringizni jannatdagi martabasi ko'tarilib boraverar ekan. Albatta bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. 37-xosiyat. Istig'for odamni tushkunlikdan xalos etadi. 38-si hasrat nadomatni, pushaymonlikni ketkazadi. 39-si qalbni tiniqlashtiradi va 40-xosiyat istig'for aytgan odamning rizqi keng bo'ladi, kasb koriga baraka kiradi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, yuqorida men sanab o'tgan 40 ta xosiyat ichida bir insonning hayotini baxtli bo'lishiga sabab bo'ladigan hamma narsa bor. Demak, biz istig'forni doimiy aytib yurishimiz kerak. Azizlar, har bir kuningizni istig'for bilan munavvar eting. Istig'forni ko'paytiravering. Farz amallarni, vojib, sunnat amallarni o'z vaqtida qilib boryapsizmi? Alhamdulillah. Uni davom ettirish kerak. U birinchi navbatdagi ibodatlardir. Va shunga qo'shimcha ravishda istig'forni doimiy aytib yuradigan bo'lsangiz, yuqoridagi fazilatlarning hammasiga inshaalloh Alloh taolo sizlarni erishtiradi. 2 og'iz so'z yoki 1 og'iz so'z. Istig'forning eng osoni astag'firulloh. 1 og'iz so'z. Astag'firulloh.
Mana shu astag'firullohni tilingiz bo'sh qoldimi? Doimiy aytib yuring. Majlislarda o'tirganingizda yoki oshna og'aynilaringiz, do'st yorlaringizning ichida o'tirganingizda bema'ni gaplar bilan, insonning hayoti uchun mutlaqo kerak bo'lmaydigan suhbatlar bilan vaqtingizni o'tkazmang. Tilingizni istig'for bilan band qilib o'tiring. Mana shu siz uchun eng yaxshi narsadir. Bo'sh qoldingizmi? Istig'for ayting. Yotganda, turganda, yurganda har holatda istig'for ayting. Biz yuqorida sanab o'tgan 40 ta yaxshilikka erishasiz inshaalloh. Eng osoni astag'firulloh yoki astag'firullohallazi va atubu ilayh. Men ushbu kanalda yana eslatib o'taman, istig'forni videosini chiqarganman. Aynan mana shu Zikrulloh TV kanalida opисаниеga ham silkasini kiritib qo'yaman. Mana shu silka orqali kirib istig'forni yod olishingiz mumkin. Juda ham go'zal istig'forni siz azizlarga havola etganman. Mana shu video orqali siz istig'forni to'liq yodlashingiz mumkin. Astag'firullohallazi la ilaha illa huval hayyul qayyum va atubu ilayhi. Mana shu istig'forni siz ushbu silka orqali men pastki opисаниеga kiritib qo'yaman, to'liq yodlashingiz mumkin. Demak, men yuqorida sanab o'tgan 40 ta xosiyat, 40 ta yaxshilikka erishish uchun istig'for aytishni bardavom qilishimiz kerak ekan. Alloh taolo barchalarimizni o'zining zikri bilan mashg'ul qilsin. Tillarimizni istig'fordan, salovatlardan, tasbihlardan, tahlillardan to'xtatmasin. Doimiy tilimiz mana shunday go'zal zikrlar bilan band bo'lsin, istig'forlar bilan band bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.